Tikon o'ta jindisi kelib qoldi o. Tikon olsangizlar tonirovka belak qilib beriladi. 97-yili iOS so'nin suyaktari butun, hech qaysi yerinde qilinib turgan ishlari yo'q. Taza mashina ekanda. Hem Tikoni o'zi negizi bilganlar biletchi. Mana diskasini aytpaysizlar. 13 letniy balonda iOS son mashina ekan. Tikoni bilsangizlar negizi o'sha diska achadda, diskasi yo'q bo'lsa Tiko emas-da. Ayniqsa mana tonirovkasi. Endi sразу salonga o'tib ketsak. Salonda butbari taza, elektropaket, ekolaynik. Misol, o'shunday chiroyli bo'lgan chiqollar solingan sideniyaga. Chiroyli mashina ekan, o'ta stik, motor korobka hadoyda hech qanday qila turgan ishlari yo'q. Bar joyi toza ekan mashinani 380 ming yurgan ekan. Butbari toza, dokument toza, yevropolliklar solingan. Mashinani o'z negizi aqcha kerak bo'lib sotayotgan ekan. Ko'rsangizlar bo'ldi, orqanicha. Hech qanday misol qilinib turgan ishlari yo'q ekan. iOS so'nin yaxshi mashina ekan. O'ta jinni Tiko izlab yurgan do'stlarga jo'natib qo'yiladi. Onda iOS so'nin mashina ekanda, bu mashinamiz buyursa Qarasu shahrida bo'ladi. Aqchasi qancha? Aqchasini aytpaysizmi deganlarga, aqchasi 230 ming. Biroq bu mashinaga 230 ming o'ta yaxshida. Bu Tikoni o'zgandik akalar ko'rib qolmasin-da, sразу olib ketishadi-da. Shu videoga bir like bosib o'zgandik akalar jo'natib qo'yinglar, podpisatsiya etib qo'yinglar, bizni qo'llab. Mashina iOS so'nin ekanda, mashinani olgan odamga so'nin belak, u tonirovka.